Tanish bilishlar telefon qiladi. Shunaqa dori ichsam bo'ladimi yoki bu yo'qmi? U jigarni holatini ancha og'irlashtirib qo'yadi u dorilar. Ana o'sha jigarga deb sotadigan batlar u yerda hech qanday bir shifokorning maslahatisiz sotiladigan dorilar. Endi tabiiy deydi, lekin baribir men tabiiy degan bilan imini siz bilmaysiz-ku, uni ichida qanaqa nima tabiiylik bor. Lekin masalan vrach har bitta dorini yozishdan oldin shifokor o'sha dorini haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ladi-da. Keyin uni yozadi o'sha bemorga. Menga masalan ko'pchilik telefon qiladi, shu dorini olsam bo'ladimi? To'xta, o'zi kim yozdi uni? Qanaqa? Yo'q, men o'zim prosta shu jigarimni tozalamoqchiman. Jigaringni nimaga tozalamoqchisan? Mana o'tgan kuni bitta akamiz telefon qildi, o'zimga yaqin o'sha mebelchi akamiz telefon qildi. Onamga shunaqa dori yozilibdi. Dorini sostavi juda oddiy, lekin juda qimmat. Aytyapmiz, aka, nimaga o'zi yozildi? Qanaqa? Shu jigarini ko'rsatgan, terapevt shifokorga ko'rsatgan. Keyin aytib, bizga kelsin, nima muammoligini bilaylik. Ana undan keyin shifokorlarimiz o'zi yozadi, keldi. Ko'p o'sha insonning salomatligi biznesga aylanib qolyapti-da hozir. Ya'ni batlar ko'proq o'sha sotilib, o'sha shifokor tavsiyasiz sotilyapti-da. Yana undan keyin jigarning holati, umumiy holati ancha og'ir holatga olib kelib qo'yapti. Talabdan taklif kelib chiqadi, lekin bitta tarafi bor. Bizda yetarli o'sha bilimni yo'qligini hisobiga shunaqa narsa bo'lyapti-da insonlarda. To'xtab oldin bir mutaxassisga ko'rinay, meni shifokorga ko'rinay, nima qanaqa buni ichsam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Chunki har bitta o'sha ichilgan dori deymizmi, iste'mol qilingan narsa jigardan o'tadi-da. Ana o'shuning uchun mana ko'p davolanayotgan insonlar masalan baribir jigarini tekshirtib turadi. Masalan, sportsmenlar. Nimaga? Sportchilarimiz o'sha ko'proq baribir vitamin iste'mol qiladi ular boshqa, shuning uchun ko'p sportchilarimiz kelib o'sha umumiy jigarning holatini bilish uchun kelib turishadi bizga. Mayli agar kerakli bo'lsa o'sha bat, lekin keraksiz batlarni ham olishmasin degan maqsadda aytilyapti. Buni ko'rsin, o'sha narsa kerakmi, kerak emasmi oldin bilsin. Jigar uchun bat kerak, lekin uni imini o'sha nima batligiga bog'liq. Qanaqa? Sostavi, uni shifokor tavsiyasi. Ana undan keyin ichish kerak deb bilaman. Lekin imini internetda maqtalgan batni yoki o'sha har xil gruppalarda maqtalgan batni ichishni tavsiya qilmayman. Jigarga foydasi borligini ham, yo'qligini ham hech kim bilmaydi. Shunaqa batlar ham bor.